Assalomu alaykum. 3 ipli overlock bo'yicha darslikni boshlaymiz. Qarab tursanglar, tez gapirishga harakat qilaman. Sababi video ko'payib ketsa, ko'pchilik ko'rmay qo'yadi shekilli. Birinchi o'rinda tashqi holatini tekshirib chiqib olinglar overlock mashinalari. Pichagi yaxshi kesmasa, mashina umuman ishlamaydi. Shunga e'tibor beringlar. Pichagi yaxshi kesmagandan keyin choki juda xunuk chiqadi. Ming iplarini zo'r o'tkazganingizmi, foydasi yo'q, choki xunuk chiqadi. Pichagini ko'rib chiqamiz. Pichagini tekshirayotganda qo'lingizda bir qavat ip bo'ladi. Shu ipni pichani orasiga olasizlar mana. Pichani orasiga olasizlar va kesib berasizlar. Bittada bu uzib qo'yapti. Pichagi o'tkir ekan, yaxshi ekan. Sizlar ham shu holatda tekshirib olinglar. Agar yomon bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rsatib beraman. Sizlarga 7 kulish kerak bo'ladi. 7 kulishda lapkani chiqarib olasizlar. Mana shu oralarda mana. Kamerani hozir yakka olib bora olmayman, sababi menga qatirib qo'yganman. Mana. Mana shu yerda 7 kulish tushadigan o'zini maxsus bolti bor. Lapkani polni chiqarib oladigan joy mana shu. Oson bo'ladi. Mana shu holatda lapkani chiqarib olamiz. Lapka chiqarish sizlarga zarur bo'lsa chiqaringlar, bo'lmasa shart emas. Sizlarga ko'rsatish uchun buni chiqarib beryapman. Xo'p, mana. Bu yerga tashqariga chiqadi lapka. Xo'p, ana chiqdi. Mana. Lapkasi chiqdi. Pichaga endi yaqqol ko'rindi. Nima holatdaligi. Bu pichoq yaxshi turibdi ekan. Sizlar nima qilasizlar? Pichoq dedim o'zi. Xullas, mana shu yerda bolt bor, ko'rib turibsizlar. Mana shu bolt avval bo'shagan bo'lsa, birinchi o'rindagi aybi mana shu yerdan chiqadi. Qaranglar mana. Avval kimdir buni bo'shatgan bo'lsa yoki o'zidan o'zi bo'shagan bo'lsa, qarab turinglar, yaxshilab o'zi ketib qoladi. Bo'ldi mana. Ko'rdinglarmi? Purjina buni surib yubordi. Mana shu purjina bu yoqqa surib yuborganda pichani bosim holati yo'qoladi. Yoki ozroq surilib turgan bo'lsa, mana shu holatda. Mana shu pichoq mana shu holatda turgan bo'lsa, bu kesmaydi. Mana. O'sha surib yuboryapti, kesmayapti. Mana. Shuni oldini olish uchun birinchi o'rindagi ishinglar shu narsani o'zini o'ngga rosmona surib qatirib qo'yish bo'lsin. Ko'rsatib beraman mana hozir. Qo'lingizda ikkita atvitka bo'ladi. Bittasi uzunroq, bittasi kichkinaroq. Mana shu holatda mana. Buni ushlaysizlar. Mana shu oralikka sekin xullas mana shunaqa atvitka solasizlar. Solganingizdan keyin mana purjinani bu yoqqa tortib, yaxshilab. Ko'rdinglarmi? Mana bu ham surilyapti, lekin sizlarga purjinani bu yoqqa yopishtirib olish kerak. Mana shu temir bilan. Tortildi. Buni qatiramiz endi. Mahkam qatirib qo'yish kerak. Mana shu holatda qatirasizlar. Endi buni qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. O'sha mana bu yopdi, pichoq bu yoqqa surildi. Mana. Endi kesadi bu. Agar kesmasa, yana boshqa ligirovka qiladigan joylarni ko'rsataman. Mana aralashib qolibdi, qaramabman. Kesyapti. Bitta ipni kesgan mashina, mana bitta bir dona bir qavat ipni kesgan mashina har qanaqa materialni kesadi. Shuni esdan chiqarmanglar. Mashina tekshirib olsanglar oson bo'ladi. Endi bundan kelgandan keyin ham kesmaydigan bo'lsa, qaranglar, bundan kelgandan keyin kesmaydigan bo'lsa, sizlar buni ham qatirasizlar. Mana pichoq bo'shatadigan joyi mana shu yerda bo'lsa, mana shu. Shuni o'zi bo'shatsanglar, bu pichoq pastga tushib ketadi. Mana shu yerda almashadi. Buni ham biroz qatirib ko'rasizlar. Xullas, pichoq almashtirish, tepa pichoq almashtirish shunga bog'liq. Past pichoqni almashtirish esa mana. Past pichoqni almashtirish bu yerga bog'liq. Shuni bitta bo'shatasizlar bo'ldi. Shu temirni bo'shatsanglar mana. Shu boltni bo'shatsanglar, olib ko'rsataydi hozir. Mana ko'ryaptimi? Shu boltni bo'shatsanglar bo'ldi mana. Bitta bo'shatasizlar, bu pichoq pastga chiqadi. Ikkalasini ham almashtirib qo'ysanglar bo'ladi shu yerdan. Ligirovka qilish bo'lsa, shu tepaga bog'liq. Mana shu yerdan ligirovka qilasizlar. Pichoq masalasi tugadi. Yaxshilab ko'rib olinglar. Endi bu ikkala boltni chiqarib, petlitrlar ligirovka qilishni ko'rsataman. Mana shu ikkalasini bo'shatamiz. Petlitr ligirovka qilishdan oldin e'tibor beringlar, yaxshilab. Sizlar shu ninani almashtirib olinglar. Yangi nina qo'yib olinglar, iltimos. Yangi nina qo'ymasanglar, KSH ninaga ligirovka qilsa bo'lmaydi. O'ta qiynalasizlar KSH ninaga ligirovka qilib qo'ysanglar. Ninani almashtirib oldik. Yangi nina solgan bo'lsangiz ham, bir kun oldin solgan bo'lsangiz ham almashtirib oling. O'zingizga foyda. Buni chiqaramiz. Buni ham chiqaramiz. Xo'p. E'tibor beringlar, mana shu yerda chiqarish, plastikasini chiqarish bunda biroz qiyin. Sababi mana bu ko'rinyaptimi? Mana shu ikkita petlitrdan chiqarib olish sal qiyinroq bo'lishi mumkin sizlarga endi. Men qanday chiqarishni bilaman. Iloji boricha mana shu pastki petlitr ham pastga tushganda mana qulog'ini aylantirib chiqarib olasizlar. Mana tushdi.
Bittasi ilyapti, bu ham tushdi mana. Ko'rdinglarmi? Birin-ketin petlitrlar pastga tushayotganda buni tortib chiqarib olasizlar. Keyin shu joylarga e'tibor beringlar mana. Ip uzishning sababi ko'ringlar mana. Mana shunaqa narsalar bo'lib qolsa, nulobga najda deb qo'yadi ustovarlarda. Shuni shilib olasizlar. Endi qopqog'ini ochamiz. Ligirovka qilishni ko'rsatib beraman. Yangi nina solinyapti. Sizlar endi yangi nina solinglar deganimda solasizlar. Men o'shini solyapman hozir. Chunki bu mashinani tikib ko'rganim yo'q mana. Bu ham o'sha oxirigacha o'shab ketadi. Mana shunaqa omburda bo'shatib yedirishib yuborgan ekan. 7 kg ham tushmaydigan bo'lib qoldi shu yetiga. Bularni qatdi. Oxirigacha surib sovolasizlar nimani, ninani. Oxirigacha surib solinglar. Xo'p, ligirovkani ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu taqirayotgan narsa mana narsalarga bog'liq bo'lishi. Lufti bor. Yaxshilab e'tibor beringlar. Hamma mashinada, yana ta'kidlayapman, unda oldingi videoda ham aytganman, har doim aytaman. Har qanaqa mashinada mana mashinani qulog'ini ushlayapman, mana pastga tushyapti nina pastga tushib, tepaga chiqish vaqtida, mana tepaga ko'tarilish vaqtida petlitrlar sozlanadi. Petlitr sozlash deganda petlitr tagidagi boltlarni bo'shatgan vaqtda ninani kemtigiga, orqadagi kemtigiga to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi. Har doim tepaga chiqib ketayotganda sozlanish shart. Yaqinlashtiramiz endi. Ko'ryaptimi? Sezinglar o'sha mana. Ninani uchiga to'g'ri kelib qolyapti. Teshigi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Ninani teshigi bilan petlitr teshigi teng o'tmayapti. Bu choklashadi yoki umuman tikmay qo'yadi. Bunda nima qilasizlar mana shu holatda? Birinchi o'rinda shunisini ko'rib chiqasizlar mana pastki petlitrni ip olishini tekshirib olsak. Tepaga qaramay qo'ya olinglar, hozir tepadagi narsa bunga umuman shart emas. Birinchi pastda to'g'rilab olinglar, bitta to'g'rilaysizlar. Uje ketgan. Buni nima qilamiz? Hop. Mana shuni ushlab turgan bolt ko'rasizlar hozir bu tarafga o'tganda. Mana shu teshiklar bekkaga qo'yilmaganda ko'ryapsizlarmi? Sekret joylarda ular hammasi mana. Mana shu narsa mana hozir qarab turinglar. Bo'ldi qochyapti. Bu mana shu petlitr ushlab turgan narsa shu mana. Mana ko'rdinglarmi? Bitta bo'shatasizlar. Bo'shat. Bo'shamabdi. Hozir. Kattalik qilyapti latifga. Bo'shadi. Mana shu bo'shagandan keyin yana orqaga qaytarasizlar. Ip olish vaqtiga olib borib mana. Endi bemalol buni sursanglar bo'ladi, chunki bu bo'shadi. Mana. Ko'ryaptimi? Masalan, qo'lingizda o'ngga chapga qilib sekin suraverasizlar. Bu sizlarga ko'rinadi, mana tepasidan aniq ko'rinadi. Mana shu holatda qatirib qo'yamiz. Biroz orqaroqqa surgan holatda qatiramiz. Ko'ryaptimi? Mana shu holatda qo'limiz mana bu yoqqa bu o'tdi. Ushlab turgan holatda bolt ko'ringan vaqtida qatiramiz. Ozroq qatirgan holatda yana bir ko'rib olamiz. Mana. Bo'ldi. Pastki petlitr mana. Chap tomondagi petlitrimiz sozlandi. Buni hozir ko'rsatib o'taylik mana shu yerda. Ko'ryapsizlarmi mana? Mana shu holatda o'tish kerak. Endi ikkinchi petlitr. Mana endi ikkinchi petlitr ko'ramiz. Tepadan o'tadigan petlitr. Qaranglar mana. Tepadan o'tadigan petlitr. Mana ninaga e'tibor beringlar.
petlitri o'rtasiga tushyapti. Bilyapsizlarmi? 4 ipli overlocklarda mana shu oshib chiqadigan joyi, mana shu yerdan oshib chiqadigan joyi. Ninadan hisoblaysizlar. Ninaga tekis turib hisoblaganinglarda 4 ipli overlockdan 0.5, ya'ni yarim santimetr oshib chiqish turishi kerak xolos. Bularda bo'lsa 1 santimetr o'tadi ninadan keyin. Teshigi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shunga e'tibor beringlar. Agar teshigini bir-biriga to'g'ri qilib qo'ysanglar, moped litrma urushib ketadi. Moped litri orqasiga tegib, bu ikkalasi urushib sindirib qo'yadi bir-birini. Shunga e'tibor berasizlar. 1 santimetr o'tkazib mana shu yerdan. Ninadan hisoblab 1 santimetr o'tkazasizlar. Endi buni qayerda o'tkazamiz deydigan bo'lsanglar, bu juda oson. Mana shu bolt xolos. Mana shu bo'shatiladi. O'zi bu mashinga moslab qatirilgan bo'ladi. Hamma overlockda, mana shunaqa 3 ipli overlocklarda o'zgarmas holatda qatiriladi bu. Mana 1-2 mm jiljidi xolos o'zi. Unaqa ko'p surilmaydi. Shu bir-biriga urushib ketmasligi uchun shunaqa qo'yilgan bu standart holatda. O'shuning uchun bu tepa petlitrga e'tibor bermanglar degandim. Bu umuman ligirovka qiladigan narsa emas bu. O'ziga rostlab mos qilib chiqarib qo'yishgan buni. Atay shunday qilib. Endi singan bo'lsa, uchi yeyilgan bo'lsa, mana shu yerdan almashtirib olsanglar bo'ladi. Endi nima? Endi mashinani chakini qayerdan kattaytirishni ko'rsatib beraman. Qarab turinglar. Eng zo'r sekret joyi oddiy o'zimiz 4 ipli overlocklarda mayllardan kattaytirib kichaytiradigan joylari bor. Bunda bo'lsa boshqacha joyda. Mashinani polni aylantirish kerak uning uchun. Orqasini aylantirasizlar mana. Aylantirganinglarda ko'ryaptim. Pastda shunaqa bitta ajoyib narsa bor. Xo'sh. Ko'ryaptim. Mana shu yerda bir dona 7 kilo tushadigan bolti bor. Bemalol buni bo'shatasizlar. Chokini kattaytirib kichaytiraman desanglar. Mana shuni sekin mana shunaqa qilib bo'shatganinglardan keyin o'zingizlarga tortsanglar, o'zi bu yerda ham mana narsasi bor. Mana chokini kattaytirib kichaytiradigan mana shunaqa narsasi bo'ladi. Sinib qolgan bo'ladi ko'p mashinada yoki raqamlar yozilgan ligirovkasi ham ko'rsatmaydi. O'shuning uchun shu yerda o'zidan sekin pastga sursanglar, mana ichkariga sursanglar choki kattayadi. Pastga surib qo'ysanglar, katta tikadi. Rezinka tikadiganlarda narsa ishlaydi shu narsa. Oxirgacha pastga sursanglar kattaydi. Tepaga tortsanglar o'zingizlarga mana sekin tortasizlar. Aldab tortiladi. Rosmanda boltini bo'shatgan holatda mana mayin zigzag chakka o'tib ketadi shunda. Загрузка chok deysizlarmi? Shunaqa chokka o'tib ketadi. Umuman bitta joyda turib yeyishib ketadigan bo'lib ketadi. Buni imkon qadar mana bu tomonda agar temiri bo'lsa 4 ga 5 ga sekin qo'yib tiksanglar mana yaxshi. Mana shu o'rtada eng normal holat shu o'rtasi. Shu o'rtaga qo'ygandan keyin qatirib qo'yasizlar. O'zingizlarga moslab xohlagan joyga qo'yib ligirovka qilsanglar bo'ladi bu narsani. Keyin yana nima bu mashina bo'yicha? Yog'laydigan joylari bor. Hamma joyga yoqib yubormasdan o'zini maxsus teshiklarga qo'ysanglar, mashina shakramasdan osonroq yengilroq tikadi. Keyin biz YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rayman. Shu videolar chiqarayotganligim uchun obuna bo'lmasanglar, to'g'risini aytaman, rozi emasman shu videolarimizga. Sababi Instagramda bilaman qo'llaysizlar, anchadan beri qo'llab kelasizlar. Shuncha video chiqarganimga faqat shunchaki obuna bo'lsanglar bo'ldi. Boshqa narsa so'ramaymiz. YouTube'da ham shu faoliyatimizni yaxshilasak, o'zingizlarga foyda, ko'pchilikka foyda bo'ladi. Shunaqa mashinalar haqida ma'lumot ola olmasdan qiynalib 500 ming so'mlab pulini ustiga sarflab tashlashganlar mana shu mashinalarni ko'rsa videolari. Mashinasi boshqacha buzilgan bo'lsa, o'zimga aloqa chiqib murojaat qilsa ham bo'lardi. To'g'rilashga yordam beramiz. Xo'p. Agar mashinalarda shunaqa yozuv bo'lsa, mana shu yoni belgisi bo'ladi. Shu teshiklarni hammasiga yoqib qo'yasizlar. Hamma joyda bor bunaqa narsasi. Bu yerda bor. Mana. Bu yerda bor. Tagida ko'rsatiladi bu mana. Va yerdan qo'yib yuboradi. Endi aylantiramiz. Aylantirganda ham juda ko'p joylarda shunaqa strelkaman ko'rsatadi. Quyish zarur, chunki mana shu yerga qo'yasiz. Bu yerga qo'yiladi mana. Bu joyga qo'yiladi. Mana. Endi tagini ochganda mana shunaqa joylarga qo'yasiz. Bellarga yozuv yozmagan. Mana shunaqa teshiklar bor. Qimillab turadigan hamma detalga yoqib qo'ysanglar bo'ladi mana. Harakatga kiradigan detallar. Chunki bular hammasi mana bunaqa joylarga yoqib qo'yib borasizlar sekin mana. Bu yerda yo'q, unaqa yoqib qo'yadigan joyi. Chok kattashtirishni o'rgandinglar, xudo xolasa. Picha sozlash faqat mana shu joylardan sozlanadi. Buni o'rgandik.
repeaterligini o'sha qilishni o'rgandik. Bu mashinada boshqa narsa o'zi yo'q. Ip o'tkazishlarini video tayyorlab qo'yganman. Shuni qo'shib yuboraman. Uni ancha oldin tayyorlagan edim ip o'tkazish bo'yicha. Hammalarga rahmat. O'rgansanglar bo'ladi mana shunaqa internetda narsalarni. Faqat bizga o'xshab chiqarib beradigan odam kamda. Buni rostmana hamma yo'g'ini aytib chiqarib bersa bo'ladi, ko'pchilik chiqarib bermaydi. Keyin agar qiynaladigan bo'lsanglar, tozalashda buni joydagi boltlar qiynaladigan bo'lsanglar, mana shuni chiqarib qo'ysanglar bo'ldi. Mana tunuka chiqib turadi tashqariga sizlar ko'rishinglar uchun. Oxirida aytyapti demanglar. Shunchaki o'zi ko'rinadi-ya, ko'rinmasa shu tunukasini chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Yana nima haqida video kerak bo'lsa aytinglar.